Bering aka pishdi baho. $8100 ga bermoqdilar. Bering, shef. Mana xalq ko'pchilik. Tinchmisiz? Qachon endi bir 10 mingta bo'lsa bayram qilamizmi endi? Bo'ldi, farqi yo'q. Bayram sizdan aylansin. Mo'minga har kuni bayram. Shu aka. To'g'rimi? Ertaga. Inshaalloh ertaga hayit. Inshaalloh. Muborak bo'lsin. O'zga ham aka. Yaxshi o'tkazib olaylik. Joningdan degani chiqib qoldi. Joningdan degani chiqib qoldi. Tosh kirib qoldi tuflimizga. Mana ekan bu janovar. Mashinaga salonlarni o'zim ham yaxshi ko'raman-da. Qarang. Buni egasi chiqmasa minib ketaman borku. Bu kimdan aka? Egasi yo'q bo'lsa minib ketaveramiz. Bismillah. Maşallah. 2017-yil ha? 2017-yil. 2017. Yurgani qancha aka? 200 ming. Kraskasi? Kraska tekirladi, yetma bo'ldi, kaltagi yo'q. Ha, strashniy kaltagi yo'q. Gazi bor. Mersurlarni qo'yib qo'yishibdi, test monitorlar, nimalar, mejigar pultlari bor ekan, ha? Xudo xolasa, kraskasi strashniy emas, sariq salonlik avtomat korobka 200 ming plus minus yurgani, xudo xolasa, hech qanaqa ishi yo'q. Ruxsat bormi? Bor. Ha. 2 oy bor ekan, xudo xolasa. Gazlari bor. Nihoyatda chiroyli. Eng Nexia 3 eng yaxshi ko'rgan sariq salonligim chiqib qoldi. Pulini ham qulayroq aytsalar, inshaalloh bosib olsangiz bo'ladi. Hoji aka, 4 ta bolalar holati zo'r. Mashina shumka bo'lgan. Top bo'lib turibdi. Hoji aka, puli necha pul buni? Pulini aka 7,5 mingga ham uzatib beramiz. Baho qilishdimi realni? Bo'pti aka. Necha pul qilishdimi? 7 bo'ldi. $6700 ga bermaymiz. $6700 plusga turg'izamiz. Yo, Beramiz. Endi so'rab o'tib ketishdi 6700 va hali bir. dadil yopishgani yo'q. Realni 6,5 bilan telefon qilsa, yo'q, misol $100, $200 bilan misol bitirish mumkin. Yo, $6700 bilan telefon qilsin. Yo, uni tepasida Hop tepa 7 ming deb beramiz aka. oxiri. Hoji akamda pul ko'p. $7000 deb bosh o'rtaveradilar. 6,5 bilan ham telefon qilsangiz, 6,5 ming topgan, Alloh bergan 6,5 mi, u yo'g'ini ham Alloh beradi aka. Inshaalloh. Kelishamiz, xudo xolasa. Kelishadi. Gen chiqadi. Luboy dokument bo'ladi. Luboy dokument bo'ladi. Qarang buni go'zalligini, nihoyatda chiroyli. Men o'zim yomon ish qo'zman aka, sariq salon. 3 ta Nexia 3 haydaganman. Lekin hammasi qora salonli haydaganman. Sariq salonligi, Mercedes salonligini haydamaganman. Aka, nomeringizni kiritaylik. 94lik 153 65 62 Namanganda mashinasi. Xohlovchilarga generalni, xohlovchilarga oformlikka beraveramiz. Bir marta olagan dokumentini beramiz. Tayyor mashina, qarang. Olasiz, minasiz, faqat gaz qo'yasiz. 4 ta zo'r bolalar ham bor ekan. Hoji aka, bozoringiz bersin. Ish qo'z bo'ldi. Rahmat. Inshaalloh bosib boramiz. Ha, nima oldik? Ikkinchi pozitsiya deydi. O'sha lasetti ham sal qulayroq lasettiga o'xshaydi. Ha? Kimniki ekan bu? Sizdanmi? Ilhomboy avto emasmish qilib? Ilhomboy avto. Aka, yilinchi buni? Buni yili 21 aka. 21. Yurganichi? 70 ming. 70 ming yurgan. Kraskasi top tozami? Gazi bor. Hop. Cobalt 4-pozitsiyasini diskasini top qo'yishibdi. Archa bolalar bor ekan, lekin tugabdi bolalar. 4 ta balon qo'yib kerak. Egor ko'riklari, polik chexollari hammasi bor. Soz holatda ishlab turibdi. Motor korobka hech qayerda ishi yo'q. 70 ming kilometr yuryapti 21-yil. Puli necha pul aka buni? 7800 $. Baho qilishdimi aka buni? Yo'q, hali qilishmadi. Mo'ljal necha pul aka? Necha pul qo'yib yuboraylik. Sal qulayroq mashina bo'lsa qo'yamiz, deyapmiz-da.
nasiya savdo ham bormi? Ozgina misol 1-2 oyga bo'lsa, narxini o'zgartirmagan holatda qilib berasiz. Agar misol ko'proq muddatga bo'ladigan bo'lsa, narx o'zgaradi. U yo'g'ini o'zingiz kelib kelishasiz. To'g'rimi? Hop. $7,800 deyaptilar. Baho qilishmagan. Necha pulligini izohlarda fikringizni qoldiring. Bahosini o'zingiz gaplashasiz. Chunki realni buni narxini men ham bilmayman. Akamiz ham berishlarini bilmaymiz. Balki 6,5 beradilar, balki 7,000 beradilar. To'g'rimi aka? Telefoningizni kiritaylik. 33lik 122 20 Namangandan boshlasiz. Generalni qilib berasiz. Bir marta dokumentini qilib beriladi inshaalloh. Olganga sotganga baraka bersin. Salomat bo'lsin. Noyopidan 560 mi? Maşallah. Narxi ham noyobmi? Narxi ham noyob. 10,5 mingga berib yuboramiz. 11 ming. Avtomatmi? Mexanika. Ha, mexanika ikkinchi paytdami? Ha, bularda bir bilan 3 dan olursiz-ku, 20 Ha, dan. bu birinchi paytda bu. Hamma narsa. Yurmagandan ekanda, ko'tarib qo'yilgandan. Salonlaringdan deydi-ku. Buni baho qilish nima aka? 10,5 mingga berasiz. Aniq, oxir. Gazi bor, kraskasi top toza, 20 ming yurgan. Hali zapaska tushmagan ham buni. Ha, zapaska tushmagan ham buni hali. 50. Namangandan boshlasa, xohlaganda kimita chiqar. Qarang. Birinchi pozitsiya. Hop, ABS konteynerlar bor, inshaalloh. Nihoyatda chiroyli. 20 ming kilometr yurgan ekan. $10,200 ga realni berishmagan. $10,500 bo'lsa beramiz deyapti. 10,200 bilan ham telefon qilasiz. Hojaki nomeringizni takrorlab qo'yaylik. 94lik 153 65 62. Xohlagandagi mintingizni bir marta qilib berishadi. Saqlangan, tayyor holatda birinchi paytda yurmagan mashina qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasiz. Salomat. O'sha aka bozorni bersin. Ben bunu gel koşmaya bak. Bu olmaz $50 koşalım. Elimizden alamayız. Varın 100. 100. Gene şimdi biraz. Olmayız. Gözün eşi buldu olsun sakın. $8,500'dan o'tib beraman deyapsiz mana. Tog'am necha pul qildilar? 8,100 qildik. Siz necha pul o'tib bermoqchisiz? Bering $8,100 qildilar o'tib beraman deganingizga. Biz haligi qo'yib turishmasmiz-ku, lekin dallollik ham qo'raveramiz. Hozir o'zingiz lafzingiz bilan 8,100 beraman. Yo'q, beraman dedi. Siz mendan to'g'risini Aka ben siz tomon bo'laman. Hop. Malibu rullarni qo'yib qo'yishibdi. Alcantara qilib qo'yishibdi. Bu yerlarni sal qaratib qo'yishgan. Bersangiz oldim, qaytmayman. Bering. Shumkasi bor. Tozaligi uchun. Bersangiz oldim. Bering, narx pishib qoldi-da. Qarang, yana qilib men qayerga borishim kerak? O'shada. Men ham rasxotimni aytdim sizga. Endi u rasxot Bering. Rasxot ko'zi ko'rib. Normalmi? salonda yangi olib chiqsangiz ham Normal narxi qoldi. Aformat qilish kerakmi rasxot? Aformat qilamiz. O'tkazib olaman. Balon qo'yamiz. Bunga balon bo'lmaydi. O'tkazib oladilar. Bozorda o'tkazib oladigan odam kam, dalil nasib qilib berasanmi? Qat chiqamiz, to'yni qilamiz. Bering aka pishdi baho. $8,100 ga beribdilar. Bering, shef. Mana xalq ko'pchilik. Voy, bozorni ko'ribsizmi? Hech kim hali mashina sotmayapti. Akam dadil o'shayaptilar, qo'yimni sotaman demayaptilar hozir. shunchalik qo'shdilar, lekin ozgina bor. Yo'q, aytdiki, olibda 7,800 qildi. Sanat 8,000 beraman. Shunda Yuz qo'shvardik keldi. minuvchi dadil, minuvchi ham qanaqa Bering deyapti. qo'yimni sotaman demayaptilar-da. Shtir pul. Tayyor. Ko'rsatamiz mashinani. Bering, yaxshi pul Aytganidek bering. bering. Voy, pishib qopti-da. Pishib qopti. Bering. Bering. Shular.
qo'shadigan og'ayni, qo'shadigan joyini. Aka, to'rtta bolon qo'yadilar. Mayda shuyda qilayotganim yo'q. To'rtta bolon o'tkazadilar, o'zi 700 dollar, 800 dollar rasxat bilan boshlaymiz aka. 9 ming aylanib tushadi. Bo'pti-da. Bering, kanserga alami bo'ladi. Yo'q, unisi qizig'i yo'q. Konserga rasxati bor aka. Avtomobildan boshqa narxiga qo'shib bo'lmaydi-da. Yo'q, endi baba sizga har qancha bo'lmaydi-da, o'tkazib olaman deyaptilar. Shu bilan bu qutulasiz. Ha, har qancha. Demoqchilar. 2020-yil ekan. $216,000. 2020-yil 216,000 yurgan ekan, $8,100 realniy savdosi bo'lyapti. $8,100 plyusga menimcha yurg'izib olsa bo'ladigan holatda. Zo'r ekan. Eshiklari shumka, Toshkentning mashinasi, generalni berishar ekan. Bu savdosi pishgan, buni xudo xolasa nima bo'ladi? Anten chiqar ekan? Instagrammi? Ya ne deb qo'ygan? O'tgan hafta qo'ygan mashinalarimiz 4-5 ta sotilib ketdi. Xudo xolasa siznikini ham sotamiz. Ketdik bu, ha? Davom etamiz. Kelmadingizmi? Kelgan joyimizdan davom etamiz inshaalloh. $806. Shumi? Молочный свет. Ha? Yo'q. Shuna turadi. Biz basharalarga bajarib qo'ya olmaymiz-da. Tushadi. Iloji yo'q. Ha, nomer tushsa shahar nima bo'pti? Yilini chaka buni. 2013-yil. Puli qulayroq xudo xolasa, kraskasi. 13-yil. Hop. Hozir mana eshigida petno bor, narigi qanotda petno bor. Bu eshigida petno bor, narigi qanotda petno bor. Qolgan joyda toza. Motor hadovoy salon ideal ekan. Motor hadovoy salonlari ideal holatda, nihoyatda chiroyli holatda turibdi. Kovriklari, chehollari minuvchidan desang bo'laverar ekan, dehqondan inshaalloh tayyor. Bu 3-pozitsiyami? Ha, Liboyda qilib bo'ladi. 3mi 2mi bilmayman. 3-pozitsiyaga o'xshayapti. Chunki men 3-pozitsiyani haydaganman. 3 2013-yil, ha? Ha, 13. Zapaskalar tushmagan hali. Zapaskalari tushmagan. Nazlari bor. Gazlari yangi. Pulni nech pul deyapti? 6000 deyapman, kelishtirib beraman. Realniy savdosi bo'ldim. Ya bo'ldi, ko'rdim aka, zapaska nima qilmaylik, ha, bo'ldi. Realniy savdosi. 54 qilishib turibdi, bermadi. 54. Ha, bu endi prostoy emas-da bu. Ha, 3-pozitsiya bu. 3-pozitsiya 2dan farqi ham ancha bo'lardi o'sha paytda. 2014-yilda ham. 2013-yil, 2014-yildan keyin 3-pozitsiyalar chiqmay qolgan. Tayyor. Ya bu 3 aka bu. Yurgani qancha edi? 300,000. 300,000 yurgan 3-pozitsiya, Молочный svetda Namanganning mashinasi. Gel berasiz. Liboylar. Gel berallar, xudo xolasa $5,400 plyusga ustiga bossa, telefon qilsa, xudo xolasa yurg'izamiz. Inshaalloh bosib o'radigan joyda nomeringizni kiritaylik, xo'p? 93lik 494 5107. Realniy savdosi $5,400 bo'lgan. Shundan o'tsa beramiz. Telefon qiling, akamiz mashinaning rasxoti yo'q. Eng qizig'i bu 3-pozitsiya. 2 prostoy, oynalar ruchnoy emas. Aka? Konditsioner, ABS, Hamma narsasi bor. Ishlab turgan, soz, cheki. Ha? motorlar zo'r, hadovoy zo'r. Akkumulyator yangi qo'ydim 3 kun 4 kun. Mashalloh. Rasxot, hali olgan odam maza qilsin debsiz aka? Ha? Bozoringiz bersin. Stikerigacha yopishtirib qo'ydik. Bozoringiz bersin. Sog' bo'lasiz. Hayitlarni yosh o'tkazing. Aka, Nexia 3. Pozitsiya 2. Mexanikasi 2 chiqqan bo'ladi. 2 bilan faqat 4 chiqqan menimcha. Ya'ni izohlarda fikringizni qoldirib keting. Nexia 3 da faqat 2 bilan 4 chiqqanmi yoki
Men adashyapman. Adashgan bo'lsam ming bor uzr. Banda adashadi. Hop. Chexollar bor, evakor ko'riklari bor. Hop, mana bu yoqda sonsiz ashlinlarni qo'yib qo'yishibdi. Inshaalloh ikkinchi pozitsiya 108 ming yurgan ekan. 108 ming. Kraskasi buni aka? Ikkita eshik, kapot, qanot bo'lgan. O kraskasi 30% ga kiradimi o'shanda? 40-50 ga. Narxi ham 50% ga yarasha qilib beramiz. Narxini ham bomba qilar ekanmiz, ha. Xudo xolasa, hop, yurgan 108 ming yurgan, kam yurgan 2019-yil. Gazi bor, ha? Gazlari bor. Namanganning mashinasi generalniy chiqadi. 4 ta balonlar holatlari normal holat turibdi, lekin olganingizdagi 4 ta yangi balon bosib olsangiz, inshaalloh bo'ladi. Motor, korobka, hadovoy, padovoylar hech qanaqa ish yo'q. Chadagi mashinasi generalniy olib berasiz. Puli necha? 6 mingdan tushadi. 6 mingdan tushib berasiz. Realniy savdosi bo'ldimi? Sog'liq qilgan yo'q. Hech kim savdo qilmadi. Misollarga bunaqada savdosi bo'lmagan narsani qanaqa qilib turib narx qo'yishga boshim qotyapti. Chunki akamiz misol $5400 sotmadim dedilar. Oxiri 5 bilan telefon qilsa ham bitadimi? 5 bilan? Ha, 5 bilan telefon qilsa u yo'g'ini kelishasiz. Variant bo'lsa. Kelishasiz-da, misollarga 50 so'm, 100 so'm balki plus minus qo'shsa beraverishingiz mumkin. $5000 bilan telefon qiling. 2019-yil kraskasi 40%, 50%. Strashniy kaltagi yo'q. O'dari yo'q. Oq ikkinchi pozitsiya. Aka nomeringizni kiritaylik. 93lik 941 33 41. Xudo xohlasa shunaqa mashina qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying. Akamizda Cobalt, bu akamizda Nexia 3. Aka, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Hayitlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'ling.